Qaqqa ekan. Oybekga Bo'p, nech pul berasiz? 25 ming. Bo'ladi, chiqing. Men qarang, siz ketura qoling, men boshqa mashinada ketaman. Prosta qiz bolani mashinasiga o'tirishga odam sal xijolat bo'lyapti. Mujik, nima xijolat bo'lasiz, nima? Biz ham bir qism topamiz, yurimiz, chiqaring. Orqaga o'tirsam bo'ladimi? Yo'q. Rachga jindan olmsan, bemalol o'zingkidek his qilib o'tiraver, chiq orqaga, chiq. Ismingiz nima sizni, Toybola? Abbos, Nima ish qilasiz, Toybola o'zi? gaplashmasdan ketsak bo'ladimi? O'zi qiz bolani mashinasiga ketayotganimdan xijolatdaman. Hozir o'rtoqlarim oldiga borib qanaqa tushaman, shuni o'ylayapman. Xotirom, Toycho. O'rtoqlaringiz siz ustidan kulishmaydi, nabarot sizgacha havas bilan qarashadi. Chunki siz birinchidan ularning oldiga Mercedes kelyapsiz. Ikkinchidan Mercedes ichidachi bonusiga takkoy qiz sizni olib kelib tashyapti. To'xtating mashinani. Nima? Oldiga o'tib olaman.